YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari ishimizni mana yakuniy jarayonlariga keldik. Nasib bo'lsa kraska ishlari bo'lyapti. Darvoza, kalitga, kvartimizga mana bitta ustamiz aka eshiklarni o'rnatishmoqda. Baraka topsin. Qo'llar dard ko'rmasin. Mana shu ishimizni 2-mart kuni boshlagan edik aziz kuzatuvchilarimiz. Kelgan holat qanaqa edi? Endi holati mana tasvirlarda ko'rib boring. Xonalarimiz, mana yerlarimiz ichi qanaqa ahvolda edi? Daraxtlar bor edi, musor ko'p edi, bu yoqqa chiqardik. Mana devorlarni shipircha qildik, ishga turkalarni urib kuzatib borgan bo'lsangizlar, qanday chiroyli bo'ldi holat. Merozani hayvon ko'rinishi. Bu hovlimizning to'rdan ko'rinishi. Mana bu devorimiz pastgina edi, ustidan blok terib, ko'tarib, hammasini bir xil qildik. Mana bular devorlarni o'pib tashlab, ko'rgan bo'lsangiz, zax bosayotgan edi. Antisol sepib, keyin beton kantak surtib, zaxga qarshi ishga turtga stechkalarni qilib tashladik. Har bitta vodostoykamizga stechkani yerni kavlab, mana kanalizatsiya suv keladigan joy qildik. Bularga ham ahvoli juda og'ir edi, devorga oqaydi suvi. Yangi qo'yib, buni ham yerdan keldik, kanalizatsiya yoqdan chiqqan, qo'yib ketganmiz joyini. Mana bu yerga ham kelgan, mana suv chiqyapti hozir bu yerdan ham. Shipirdan keladigan suv mana shu yerdan tushadi yerga. Katta 200 turba qo'yilgan. Mana shipirdan keladigan suv bu, tepadan kelyapti. Hozir yomg'ir yog'ishiga qarab ustalarimiz ishni tugatishmoqda. Kimga qanaqa taklif savollar bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Kanalimizda yangi bo'lganlar bilan bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Kimga qanaqa usta kerak, qanaqa ish kerak, bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi azizlar. Biz sizning xizmatingizdamiz. Qaysi yo'l hozirmi? Kraskam? Salgina ularcha kraskasi yo'qlar. Salgina bossangiz kraska o'tmaydi. Salgina bossangiz kraskasi yo'qonchi. Salgina bossangiz kraskasi yo'qlar. Qattiq bossangiz kraskasi yo'qlar. Birodarim. Akaginam. Nima sizga qanday vaqt topib qilasiz shu ishlar? Zamanki kraska o'tib ketdi. Yo'q, Buncha